Assalomu alaykum. Sizlar bilan Student kanali. Bizning kanalda siz rus va ingliz tillarini tez va oson o'rganishingiz mumkin. Dars boshlanishidan oldin bizlarga obuna bo'ling va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Yangi video va jonli efirlarimizni o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum azizlar, Student kanaliga xush kelibsiz. Biz sizlarni yana bir bor ko'rib turganimizdan mamnunmiz. O'tgan darsimizda biz sizlar bilan ingliz tilida raqamlar haqida suhbat qurgan edik. Keling, bugun biz siz bilan ingliz tilida vaqt haqida suhbatlashamiz. Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda vaqtning qadri naqadar muhimligi hech birimizga sir emas. Shuning uchun bugungi darsimizni biz vaqt mavzusiga bag'ishladik. Keling, birgalikda ingliz tilida vaqt qanday aytilishini ko'rib chiqamiz. Ingliz tilida vaqtni ifodalash uchun eng kerakli bo'lgan so'zlardan biri bu o'clock so'zi. O'clock, ya'ni soat degan ma'noni bildiradi va biz ingliz tilida vaqtni aytmoqchi bo'lsak, avval vaqtni aytamiz va undan keyin o'clock so'zini aytishimiz orqali biz ingliz tilida vaqtni ifodalaymiz. Misol uchun 12 o'clock, soat 12 bo'ldi. Yoki soat 5 bo'ldi demoqchi bo'lsak 5 o'clock. Xuddi shunday soat 6 bo'ldi 6 o'clock. Soat 9 bo'ldi 9 o'clock. Demak, ingliz tilida biz vaqtni ifodalashimiz uchun raqamdan so'ng o'clock so'zini aytishimiz kifoya ekan. Raqamlar bilan biz o'tgan darsimizda tanishib chiqqan edik. O'ylaymanki, siz allaqachon raqamlarni hammasini yod olgansiz va ularni erkin qo'llash darajasiga chiqib olgansiz. Demak, biz davom etamiz. Keling, misollar orqali ko'rib chiqamiz. What time is it? Ya'ni soat nechi bo'ldi? It is already 12 o'clock. Allaqachon 12 bo'ldi. Ya'ni soat 12 bo'ldi degan tushunchani 12 o'clock so'zlari ifodalab beryapti. Vaqtni ifodalashda siz bilishingiz kerak bo'lgan yana bir so'z bu at so'zi. Ya'ni o'zbek tilida da qo'shimchasini beradi. Azizlar, biz vaqtni aytganimizda aynan soat 12 yoki soat 8 deyish bilan bir qatorda ba'zi bir narsalarning vaqtini aytishimizda soat 12 da yoki soat 8 da deb ham aytishimiz kerak. Shuning uchun ingliz tilida soat 8 da yoki soat 12 da degan tushunchani at so'zi bilan ifodalashimizni sizlarga aytib o'tish joiz deb hisobladim. Misol uchun, our lesson starts at 8 o'clock. Ya'ni bizning darsimiz soat 8 da boshlanadi. Soat 8 da, soat 8 emas. At so'zi bizga da qo'shimchasini beryapti. Yoki bo'lmasa concert ends at 11 o'clock. Konsert soat 11 da tugaydi. Yana bir muhim tushunchalardan biri bu past tushunchasi. Past o'zbek tiliga ta o'tdi deb tarjima qilinadi. Ya'ni 12 dan 10 ta o'tdi yoki bo'lmasa 10 dan 5 ta o'tdi yoki 11 dan 20 ta o'tdi kabi so'zlarni biz o'zbek tilida ham tez-tez qo'llab turamiz. Ingliz tilida ta o'tdi so'zini past so'zi beradi. Misol uchun 10 past 11 o'clock so'zlari 11 dan 10 ta o'tdi deb tarjima qilinadi. Ya'ni 10 past 10 ta o'tdi degani 10 past degani. 11 o'clock soat 11. 11 dan 10 ta o'tdi. Xuddi shunday 5 past 7 o'clock 7 dan 5 ta o'tdi. Yoki bo'lmasa 5 past 3 o'clock 3 dan 5 ta o'tdi. Demak, bizda ta o'tdi degan ma'noni past so'zi yaratib berar ekan. Yoki bo'lmasa buni biz yana boshqacharoq qilib ham aytishimiz mumkin. Bunday uslubdan biz o'zbek tilida ham tez-tez foydalanib turamiz. 11 dan 10 ta o'tdi deyishni o'rniga 11-10 deb oddiygina aytib qo'yishimiz mumkin. Bunda uning tarjimasi 11 u 10 bo'ladi. Ya'ni 11 dan 10 ta o'tdi va 11 u 10 so'zlari ikkalasi ham aynan bir xil ma'noni anglatishini siz azizlar juda ham yaxshi bilasiz. Yoki xuddi shunday 7:05 yoki 5 past 7 o'clock
ya'ni 7 dan 5 ta o'tdi bilan 7-5 so'zlari ham bir xil ma'no anglatadi. Yoki 3/5, 3/5. 3 dan 5 ta o'tdi yoki 3/5. Aynan bir xil ma'noni bildiryapti. Mana bu o'rtadagi 3/5 dagi o nima deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. E'tibor bergan bo'lsangiz 3, 0, 5 raqamlari, to'g'rimi? Mana shu o harfi o'rtadagi aynan bizda o'rtadagi 0 sonini ifodalab kelyapti. Keling misollarda ko'rib chiqamiz. When does the course begin? Kurs soat nechida boshlanadi? Javobda at 11 o'clock. Soat 11:10 da yoki soat 11 dan 10 ta o'tganda deb tarjima qilinadi. Keyingi muhim tushunchalardan biri bu to tushunchasi, ya'ni o'zbek tilidagi takam tushunchasi. O'zbek tilida ham ushbu tushunchadan juda ko'p foydalanamiz. Misol uchun 15 takam 10, 20 takam 5, 5 takam 7 kabi. Keling ingliz tilida bu qanday bo'ladi ko'rib chiqamiz. 10 to 12. 10 takam 12. 10 past 12 bo'lganda 12 dan 10 ta o'tdi bo'lardi. Ana endi 10 to 12 bo'lib 10 takam 12 ma'nosini bildiryapti. Yoki 10 to 2. 10 takam 2. Xuddi shunday 20 to 3. 20 to 3. Ya'ni 20 takam 3. Demak, bizda takam qo'shimchasini ingliz tilida to so'zi berar ekan. Buni ham xuddi past kabi boshqacha qilib aytish mumkin. Ya'ni 10 takam 12 o'rniga 11:50, ya'ni 11:50. 10 takam 12 demak 11:50 bo'lgan. Yoki bo'lmasa 10 to 2, 10 takam 2 o'rniga 1:50, 1:50. Xuddi shunday 20 to 3 o'rniga 2:40, ya'ni 2:40 tarzida ham vaqtni ifodalashimiz mumkin. Bunda ma'noda hech qanday farq bo'lmaydi. Azizlar, qay birini ishlatishni siz tanlaysiz? Keyingi misolimiz What time did you come home yesterday? Kecha soat nechida uyga kelding? Gapiga at 10 to 12 deya javob berilgan. Ya'ni 10 takam 12 da. Bunda ham at ham to so'zlardan foydalanganmiz. To takamni bildirib kelyapti, at da so'zini bildirib kelyapti. Ya'ni 10 takam 12 da. Keyingi muhim tushunchalardan biri bu half tushunchasi. Half yarim degani. Ya'ni 6:30, 7:30 degan vaqtlarni ishlatishimiz uchun biz ingliz tilida half so'zidan foydalanamiz. Half so'zining aynan tarjimasi ham yarim deb tarjima qilinadi. Misol uchun 6:30. 6:30. E'tibor bergan bo'lsangiz past ta o'tdi degan so'zdan foydalanyapmiz. Nega bunday? Half bu yarim. Nimaning yarmi? 1 soatning yarmi. Shunda biz aytayapmizki 6 dan 1 soatning yarmi o'tdi, ya'ni 6 dan yarim soat o'tdi. Demak 6:30 yoki 2:30, 2:30. Buni ham xuddi yuqoridagi qoidalar asosida 6:30, 6:30 yoki 2:30, 2:30 deb ham aytishimiz mumkin. Bu albatta sizlarga tanish holat. Misol uchun, what time will you go to the bank? Bankka soat nechida borasan? I will be there at 10:30 o'clock. Men soat 10:30 da o'sha yerda bo'laman. 10:30 o'clock, soat 10:30 da. Yana bir ajoyib tushunchalardan biri bu kvota tushunchasi. Kvota tushunchasi bu o'zbek tiliga chorak deb tarjima qilinadi. Chorak so'zining vaqtga nima aloqasi bor deb o'ylashingiz mumkin. Albatta chorak bu 4 dan 1 qismi degani, to'g'rimi? Nimaning 4 dan 1 qismi? Aynan 1 soatning 4 dan 1 qismi. 1 soatning 4 dan 1 qismi, demak 1 soat 60 daqiqa bo'ladigan bo'lsa, 15 daqiqa bizda 1 soatning chorak qismi bo'ladi. Demak biz 15 ta o'tdi yoki 15 takam degan so'zlarni aytishimizda kvota so'zidan foydalanamiz. Bu quyidagicha bo'ladi. 1:15 o'clock. 1 dan 15 ta o'tdi yoki bo'lmasa
quarter past 12 o'clock. 12 dan 15 ta o'tdi. 1 dan yoki 12 dan chorak soat o'tdi. Chorak soatimiz albatta 15 daqiqaga teng. 15 ta o'tdi demoqchi bo'lsak, biz 15 past deb ham aytishimiz mumkin yoki quarter past deb aytsak ham bo'ladi. Esingizda bo'lsin, quarter past deb ishlatsangiz, inglizlarga ko'proq yaqin variantdan foydalangan bo'lasiz. Demak, ular 15 past 1 o'clock dan ko'ra quarter past 1 o'clock ni afzal ko'rishadi. Yoki bo'lmasa, xuddi shunday quarter to 2 o'clock 15 ta kam 2 yoki quarter to 12 o'clock 15 ta kam 12 degan vaqtlarni ham biz quarter yordamida ishlatamiz. Demak, biz ham past ham to, ya'ni ta o'tdi va ta kam so'zlarning ikkalasi bilan ham quarter ni ishlatishimiz mumkin ekan. Yoki bularni ham yuqoridagi qoida asosida 1:15, ya'ni 1:15 yoki 1:45, 1:45 tarzida ishlatishimiz mumkin. 1:15 bu 1 dan 15 daqiqa o'tdi yoki 1:45 15 ta kam 2 degan vaqtlarni ishlatishimizda ekvivalent vazifasini bajarishi mumkin. Darsimiz so'ngida sizlarga yana bir muhim tushuncha berib o'tmoqchiman. Inglizlarda ham asosan 12 soatlik vaqtdan foydalaniladi. Sizlar bilasizki, bizda 12 hamda 24 soatlik vaqtlar bor va aynan biz o'zbeklar ham 12 soatli vaqtdan foydalanishni afzal bilamiz. Inglizlar ham xuddi shunday 12 soatli vaqtdan foydalanishadi va shunda ular AM va PM qo'shimchalaridan foydalanishadi. AM va PM nima va bizga u nimaga kerak degan savolingiz bo'lishi tabiiy. AM va PM ertalabki va kechki paytlarni ifodalab berishda yordam beradi. Ya'ni agar biz soat 9 da desak, bizning suhbatdoshimiz bizning gapimizga yaxshi tushunmay qolishi mumkin. Ya'ni ertalabki 9 mi yoki kechki 9 mi degan savol berishi mumkin. Shuni oldini olish maqsadida inglizlar AM va PM dan foydalanadi. Ya'ni AM ertalabki vaqtni bildiradi, ya'ni tushki 12 gacha bo'lgan vaqtni, PM bo'lsa tushki 12 dan keyingi vaqtni, ya'ni kechki vaqtni bildiradi. 9 AM bo'lsa soat ertalabki 9, 9 PM bo'lsa kechki soat 9 bo'ladi. Misol uchun, the plane arrives at 9 AM. Samolyot ertalabki soat 9 da yetib keladi. Yoki bo'lmasa, I always return home at 10 PM. Men uyga har doim soat kechki 10 da qaytaman. Demak, AM ertalabki, PM kechki vaqtni ifodalashda yordam beradi. Bundan siz ham azizlar bemalol foydalanishingiz mumkin. Bugun sizlarga yetkazib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'ylaymizki, bergan ma'lumotlarimiz asosida sizlar kelajakda ingliz tilida vaqtni bemalol ifodalay oladigan bo'lasiz. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing. Har qanday taklif va savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarda yozing. Kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.